Assalomu alaykum. AK Media kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Qodirxon serialidagi Alisherboy roli orqali hammaga tanish bo'lgan Po'lat Normatov haqida. Po'lat G'aybullayevich Normatov 1977-yil 28-iyul Jizzax viloyati G'allaorol tumani Marjonbuloq shahrida tug'ilgan. Po'lat Normatov 1998-yilda Toshkent davlat san'at oliygohini tamomlagan. Po'lat Normatov 2024-yil Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Po'lat Normatov ishtirok etgan filmlari Dev bilan Pakana, 18 kvadrat, Suv yoqalab, Chol va Nabira, Nargiz sohilda qolgan bolalik, Qovun, Kutilmagan qo'ng'iroq, Novda, Nazira, Zurriyot, Dadam betob, Muqimiy, Bardosh, Qor yog'moqda, Oppoq qor va Abdulla Qodiriy filmida Abdulla Qodiriy obraziga dublajda ovoz bergan. Seriallari Jurnalist, Ushalmagan orzular va hozirda Qodirxon seriali va boshqa seriallarda rollar ijro qilib kelmoqda. Po'lat Normatov teatr sahnasida o'zini erkin tutishi, nutqi ravonligi va mimikalari bilan ajralib turadi. Bu esa har bir obrazni jonli ko'rsatishga yordam beradi. Mehnatkash san'atkor har bir rol ustida jiddiy ishlashi va obrazning ichki dunyosini ochib berishga harakat qilishi uning professional aktyor ekanini ko'rsatadi. O'zbek san'atiga hissa qo'shayotgan ijodkor Po'lat Normatov teatr va kino orqali milliy san'at rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan aktyorlardan biridir. Uning rollari oddiy odamlarning hayoti va xarakterlarini aks ettirgani uchun tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinadi. Shuning bilan bugungi video rolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.